Ba'zi birlari haromdan taomlanayotgan odamning muruvvati yo'q. Hozir mana qarang, o'zimizda ham qancha narsalar chiqib yotibdi. O'zimiz yo farzandlarimizga olib berib yotibmiz. Ikkita zarari bor. Ba'zi birlarini o'zi harom berib qo'yapmiz. Bu eng katta zarar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayyuma lahmin nabata ala haromin fannaru awla bihi dedilar. Qaysi odamning go'shi harom bilan semirgan bo'lsa, to'g'ri do'zaxga boradi dedilar. Ikkinchisi ana u yerdan kelayotgan Xitoydagi palonchimi bo'layotgan narsani bolalaringlarga jamoat, farzandlarga bermaylik shu narsalarni. Eng ko'p doktorxona bizda ochildi, eng ko'p apteka ham bizda ochildi. Ota bobomiz kasal bo'lgan emas. Mana 2 hafta bo'ldi doktorga bordim. Sizlarga shu diyeta qilayotganlarga ham aytamiz. Chunki bizning dinimiz hamma narsaga javob beradi. Hamma narsani tushuntiradi. Dunyoning foydasi, oxiratning foydasi mana shu dinimizda. Uyingizda qilinayotgan non boru deydi. Ana o'sha non bilan choyni o'zi kifoya qiladi. Sog' salomat yuraman desangiz, boshqa har xil narsalarni ko'paytirmangdan non bilan choyni olib yuring, shu bilan yuraverasiz deyapti. Ota bobong baquvvat bo'lgan deyapti. Beli mahkam bo'lgan, so'zi o'timli bo'lgan deyapti. Kasal bo'lgan emas bular. Bular hozir sizman mendan baquvvat. Ona travmatolog bir do'stimiz bor. Shu bilan gaplashsam, hozirgi odamlarning suyagi sinsa deydi. Avval esirda xizmat qilib, ish qilib, mehnat bilan singan odamlarning suyagi sinsa, ikkalasining farqini biz o rengindan bilamiz deyapti. Hozirgilarning suyagi juda ham zaif deyapti. Shuning uchun men jamoatga aytamizki, ovqat yeyishda ham muruvvatimiz sinib ketdi. Taom yeyishda ham muruvvatimiz sinib ketdi. O ota bobom nima qilar edi? Ketmonni ko'tarib, durrasiga bitta nonini baylab tolada yuraverardi. Sog' salomat yurar edi. Biz salomatchiligimizni xotinlarimiz bilan nima ahvolda bo'layotgan?